Yevropa bu madaniyatdan mahrum, chunki islom madaniyatidan benasib. Dinimizda yordamlashish tamoyili bo'lgani uchun vaqf madaniyati juda keng tarqalgan. Hatto deyarli har bir hududda vaqflar bo'lgan. Masalan, men guvoh bo'lgan bir vaqfda savdogarlar 80 ta talabaga stipendiya berayotgan edi. Hozir esa 1800 talabani o'qityapti. Vaqflar vaqti bilan o'qitgan talabalari uchun maxsus dasturlar ham uyushtirishadi. U yerda fikr almashishadi. Vaqfni qanday rivojlantiramiz, vatanga yana qanday xizmat qilamiz degan savollar atrofida bahslashishadilar. Agar vaqf mablag'i suiiste'mol qilingan bo'lsa, sudda vaqf boshqaruvchilari tegishli jazoga tortilishi ham mumkin. Bu masalalarda qonunlar Turkiyada qat'iy. Pokistonda 12 ta yetimxona va maktablarimiz bor. Bu 12 ta yetimxona va maktabning butun moliyaviy ishlari va ta'lim xizmatlarini ayni paytda Turkiya moliyalashtiradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Qadrli yurtdoshlar, Azon Globalning aziz muxlislari. Bugun biz vaqf va jamoat tashkilotlari qanday tuziladi, qanday faoliyat yuritadi, nimalarga e'tibor qaratadi, mana shular haqida atroflicha suhbatlashishni niyat qilganmiz. Buning uchun studiyamizda huquqshunos Jamshid Usmonov, Azon vaqfi boshqaruv kengashi raisi o'rinbosari Ramazon Chamlija hojamiz tashrif buyurishgan. Xush kelibsizlar. Suhbatni birinchi hojamizdan boshlasak. Hojam, ustoz, ma'lumki Turkiya bilan bir qatorda butun islom mamlakatlarida asrlardan beri vaqf an'anasi davom etib kelmoqda. Vaqf vositasida ehtiyojmand kishilarga xayriya yordamlari qilinadi, moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlanadi. Asosan ta'lim, tarbiya va boshqa shunga o'xshash jamiyat hayoti uchun foydali faoliyatlarga yordam uyushtiriladi. Vaqf ko'pgina jamiyatlarda o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatgan va haligacha shunday davom etib kelayotgan islomiy an'analarimizdan biridir. Shu boisdan avvalo vaqfning Turkiyada rivojlanish tarixiga oid umumiy ma'lumotlar berib o'tsangiz. Usmoniylar davri, undan keyin Jumhuriyat davri va keyingi 30-40 yilda vaqflar tarixi va rivojlanish jarayoni haqida qisqacha gapirib bersangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Biroz bizga bilgi berilsangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Janob Haq taolo bu uchrashuvni, ushbu suhbatni xayrlarga sababchi qilsin, inshaalloh. Vaqf madaniyati aslida islom dinida mavjud bo'lgan ijtimoiy yordam buyrug'i yoki o'zaro yordamlashish hissining tizimlashtirilgan, jamoaviy ko'rinishga keltirilgan shakli. Bu borada payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning hadisi shariflari bor. Qur'oni Karimda oyatlar kelgan. Hammaga ma'lum zakot tizimi mavjud. Binobarin Usmoniylar davrida son sanoqsiz vaqflar tashkil qilingan. Ayni paytda Turkiyada vaqflar bosh boshqarmasi faoliyat ko'rsatadi. Vaqflar boshqarmasi boshqaruvi ostida Usmoniylar davridan yetib kelgan va tashkilotchilari vafot etgan, asoschilari bo'lmagan 52 mingdan ortiq vaqf mavjud. Bundan tashqari, Jumhuriyat davri va undan keyin tashkil qilingan 5 mingdan ortiq vaqf tashkiloti mavjud. Aytish mumkinki, ajdodlarimiz moziyimizga nazar solar ekanmiz, aslida buyuklarimiz, tariximiz, o'tmishimiz vaqf madaniyati ekaniga iymon keltiradi kishi. Bugungi dunyo davlatlari bajarayotgan ko'plab vazifalarni, faoliyatlarini, masalan, din ishlari, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy yordam ishlarini ajdodlarimiz shu vaqflar orqali olib borganlar. Usmoniylar davrida vaqflarning keng tarqalganining yana bir sababi Alloh taolo oyat karimada aytganidek, o'zingiz suygan narsadan nafaqa qilmaguningizcha hargiz yaxshilikka erisha olmassiz. Va yana bunga o'xshash ko'plab oyat va hadislar mushohadasi bilan ajdodlarimiz, ulug'larimiz vaqf madaniyatini yanada rivojlantirgan va bunday xayriya tashkilotlari sonini orttirganlar. Buni daha çok geliştirmişler. Bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimizga ma'lumki, bu vaqf asosan bir-biriga demak yordamlashish, muhtojga ehtiyoji bo'lgan sohalarda moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin ko'mak berish dinimizning asosiy ko'rsatmalari bo'lib kelgan va shuning uchun ham bu ko'rsatmaga amal qilishning bir ifodasi o'laroq vaqf institutlari yuzaga kelgan va asrlar davomida mana shu vaqf instituti mexanizm sifatida amalda bo'lgan va jamiyatdagi ko'plab ijtimoiy masalalarni hal qilinishda asosiy rol o'ynagan. Afsuski, dunyoda yoki Turkiyada bu vaqf muassasasi mavjudiyatini saqlab kelgan bo'lsa ham hozirgacha bizning diyorlarda
Turkiston zaminida, xususan O'zbekistonda bizda biroz bu an'ana uzilib qoldi. Buning endi ma'lum bir tarixiy, obyektiv, subyektiv sabablari bor. O'sha eng oxirgi bizdagi vaqf tashkilotlari sho'rolar davrida, hatto mana Chor Rossiyasi davrida ham Jamshid aka mavjud bo'lib kelgan bu narsa bizda vaqf yerlari, vaqf hududlari. Lekin sho'rolar tuzumi o'rnatilgandan keyin bu institutga butunlay barham berildi. Vaqf tashkilotlari yopib yuborildi va vaqfga tegishli mulklar, yerlar bo'lsin, binolar bo'lsin, bular endi o'sha davlat tasarrufiga o'tkazildi. Shuning uchun ham hozirgi kunda bizning diyorlarimizda bu an'analarni, asriy an'analarni qayta tiklash masalasida izlanishlar olib borilyapti fuqarolar tomonidan va o'ylaymanki, kelgusida inshaalloh bu narsaga tez orada demak bir yechim topiladi. Odamlarning xohish e'tiborlari davlat tomonidan demak bunga javob beriladi. Hozirda masalan Jamshid aka, sizni o'rganishlaringiz bo'yicha mavjud bizni O'zbekiston qonunchiligida bu kabi tashkilotlar tuzishga qay darajada imkon bor yoki yo'q? Hozirgi amaldagi O'zbekiston Respublikasining qonunida aynan biz hozir suhbatda nazarda tutilayotgan vaqf tushunchasi haqida qonunda nazarda tutilmagan. Bizning qonunchilikda bu narsa yo'q. Lekin xayriya ishlarini amalga oshirishi mumkin bo'lgan o'sha nodavlat, notijorat tashkilotlar tashkil qilinib, shu nodavlat, notijorat tashkilotlar orqali, masalan, o'sha jamoat fondi shakli bor, nodavlat, notijorat tashkilotni o'sha jamoat fondi orqali xayriya ishlarini amalga oshirish mumkin. Vaqf institutining shu amalga oshiradigan ishi ham o'zi aslida xayriya. Oddiy xayriyadan vaqfning o'ziga yarasha farqlari bor. Oddiy sadaqadan, oddiy ihsondan vaqfning o'ziga yarasha farqlari bor, shartlari bor. O'sha vaqfni o'sha shartlariga to'g'ri keladigan, aynan birga bir mos to'g'ri keladigan qonunchilik bizda mavjud emas. Mavjud bo'lgan qonunchilik faqat o'sha xayriya ishlarini amalga oshirish mumkin amaldagi qonunchilik bilan. Lekin to'laqonli vaqf tashkilotini tashkil qilib, o'sha vaqf tizimini ishlatish hozircha mumkin emas, imkoniyati yo'q. Ya'ni huquqiy asosi yo'q. Hozircha huquqiy asosi yo'q, lekin o'sha bizda mavjud ma'lumotlarga ko'ra eshitamiz, har xil yig'ilishlarda, har xil davralarda shunaqa ma'lumot beriladi. Islom taraqqiyot banki o'sha O'zbekistonda tegishli idoralari bilan o'zaro kelishuv asosida o'sha vaqf qonunchiligini ishlab chiqish haqida bir necha yillar oldin shunaqa kelishuv bo'lgan. U qaysidir darajagacha ishlangan ham. Hozir endi qaysidir bosqichda turibdi u narsa. Umid qilamiz o'sha oxiriga yetkaziladi. Bu o'sha tegishli mas'ul tashkilotlar tomonidan oxiriga yetkazilib, o'sha qonunchilik ham qabul qilinadi degan umiddamiz. Endi mana biz hozir suhbatdoshlarimizdan Ramazon xo'ja Turkiyadagi vaqf, umuman jamoat tashkilotlari, jamoat birlashmalarida ishlab tajriba orttirgan, oxirgi 30 yilda mana shu sohada ishlab kelayotgan odam sifatida bizga o'z tajribalari bilan o'rtoqlashish uchun bu yerda o'tiribdilar. Jamshid aka, siz mana shu O'zbekistonda, yurtimizda mana shunaqa vaqf yoki yordam jamoat tashkilotlarini asoslarini ko'rish yoki mana shuni tuzish uchun nimalar qilish kerak, bu haqda bir izlanishlar olib borayotgan odam sifatida Turkiyadagi davom etib kelayotgan bu vaqf tashkilotlari haqida, ularni faoliyat yuritish tarzi va boshqa haqida o'zingizda ba'zi bir savollaringiz bo'lishi mumkin. Shu savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, Ramazon xo'jamga bu savollarni berilsa, bu kishidan javob olinsa, o'ylaymanki ko'pchilikka bir manfaati bo'lardi inshaalloh. Albatta, o'sha Turkiyani bu sohada, ya'ni vaqf sohasida tajribasi ko'p bo'lganligi uchun, tajribasi ham uzoq yillik, ham tarixi, ham hozirgi vaqtda amaldagi qonunchiligida ham vaqt tushunchasi borligi sababli va bugungi kunda o'sha vaqflar faol ishlab turganligi sababli tajribasini o'rganish uchun o'sha savollarimiz bor. Bir qator savollarimizni tayyorlab kelganmiz. Shuni navbatma-navbat savollarimizni berib, xo'jamizdan javoblarini olsak mamnun bo'lamiz. Asosiy qiziqtirgan savollardan biri, vaqfni tashkil qiluvchilar kimlar? Ya'ni kimlar tomonidan, bir mutaxassislar, qanaqadir mutaxassislar tomonidan, yo vaqf tashkil qiluvchilarni mutaxassisligi, masalan, ustozlar tomonidan ko'proq tashkil qilinadimi? Ya'ni ta'lim sohasida ta'sischilar ko'proq kim? Qaysi tabaqaga mansub bo'lgan shaxslar
mutaxassislikka, kasbga yoki mulkdorligi nuqtai nazaridan tadbirkorlar ko'proq tashkil qiladimi, hunarmandlarmi, ustozlarmi, ko'proq kimlar tomonidan tashkil qilinadi vaqflar? Şimdi eski dönemde Oldingi zamonlarda asosan o'ziga to'q, boy kishilar va davlat rahbarlari vaqf tashkilotini tashkil qilgan. Biroz oldinroqqa ketadigan bo'lsak, sahobalar davrida oyat nozil bo'lgan paytda Hazrati Umar xurmozorlarini vaqf qiladilar. Yo Rasululloh, endi bu xurmozordan ehtiyojmand yetim yesirlar foydalansin deydilar. Abu Talha, yo Rasululloh, eng yaxshi ko'rgan menga yoqadigan boyligim shu xurmozorim deya xurmozorini vaqf qiladi. Masalan, Usmoniylar davrida nihoyatda o'ziga xos manfaatli ishlar amalga oshirilgan. Misollar juda ko'p, lekin vaqtimiz chegaralangani uchun qisqacha sanab o'taman. Masalan, Evaz Posho degan kishi g'oyatda manfaatli ishga qo'l urgan. Bu vazir Mehmet II davrida bir vaqf tashkil qilgan. Islom dinini yangi qabul qilgan, yangi musulmon bo'lganlarga yordam vaqfi tuzgan. Nega deganda kishi musulmon bo'lganida yon veridagi kishilar undan uzoqlashadi. Bir o'zi yakkalanib qolmasin degan maqsadda vazir yangi musulmon bo'lgan kishilarga yordam vaqfi tashkil etadi. Muassis vafot etganidan keyin ham bu vaqf 350 yil davomida faoliyat ko'rsatgan. Islom dinini yangi qabul qilgan, jabrlanganlar, yolg'izlanib qolganlarga yordam qo'lini cho'zgan. Bu yerda shunga ahamiyat berish kerak. Dinning amri, dinning tashviqi va tamal prinsipi bo'lgan mehr muruvvat, xayr saxovat hissiga ega kishilar bunday vaqflarni tashkil qiladilar. Bu kishilar o'zining moddiy imkoniyatlari va yon atrofdagi kishilar bilan bunday tashkilotlarni barpo qiladilar. Ya'ni Turkiyada vaqf tashkil qilmoqchi bo'lgan kishidan davlat yoki vaqflar boshqarmasi hech qanday shart talab qilmaydi. Davlat bu vaqfni tashkil qilishdan maqsad nimaligiga ahamiyat beradi. Vaqf tashkil qilishga kirishgan kishilar tuzgan nizom tamoyillar bo'ladi. Biz konstitutsiya deymiz. Bu nizomni davlatga taklif qiladi. Sud tuzuklarini o'rganib chiqadi. Bo'ladi. Mana bu doirada, mana bu maqsad va g'oya yo'lida, mana bu faoliyatlarni ko'rsatib xizmat qilasan deya tashkilotni tashkil qilishga ruxsat beriladi. Sud bu fondni ro'yxatdan o'tkazadi. Ya'ni tashkilot sifatida tan oladi va muassis vaqflar boshqarmasi nazoratida, ya'ni davlat nazorati ostida bo'lgan o'ziga tegishli vaqf tashkil qilgan bo'ladi. Biroq vaqf rahbarlari va muassislar vaqf tuzuklari, vaqf nizomiga ko'ra harakat qiladi. Muassis vaqf nizomini o'zining imkoniyatlari va xohishlariga ko'ra tuzishi mumkin va bu nizom tamoman islomiy asoslarga ko'ra tuzilishi ham mumkin. Chunki bu nizomni vaqf tashkil niyatidagi muassis tuzadi. Shu tariqa Turkiyada tashkil qilingan vaqflarning katta qismini dindorlar qatlami va taqvodor kishilar tuzgan. Shu sababli vaqf ochish uchun alohida talablar qo'yilmagan. Faqat huquqbuzarlikka yo'l qo'yilmasa, jinoyat sodir etilmasa bo'ldi. Ya'ni davlat vaqf tuzmoqchi bo'lgan kishilarning jamiyatdagi xulqi va huquq tartibot borasida biror muammosi bor yo'qligiga qaraydi. Huquqiy jihatdan biror muammosi bo'lmasa, jinoiy javobgarlik yoki sudlanganlik bilan bog'liq holatlari bo'lmasa, davlat bu kishilarning vaqf tuzishiga ruxsat beradi. Turkiyada vaqf tashkil qilish jarayoni mana shunday. şekilde işliyor. Savolni davomi ko'proq bugungi kunda, endi hozirgi zamonaviy vaqflar haqida gaplashadigan bo'lsak, bugungi kunda shu oxirgi paytlarda tashkil qilinayotgan vaqflar ko'proq qaysi yo'nalishda tashkil qilinyapti, qaysi yo'nalishdagi vaqflar? Biz o'zimiz tahlil qilib, o'rganib, manbalardan o'rganib ko'rganimizda ko'proq ta'lim yo'nalishidagi vaqflar bugungi kunda eng ko'p vaqflar ekanligini ko'rdik. O'sha statistik ma'lumotlarni ko'rganimizda haqiqatdan ham shundaymi? Tashkil qilingan vaqflar soni, ya'ni ta'lim sohasida tashkil qilingan vaqflar soni ko'p. Shu bilan birgalikda ta'lim sohasiga yo'naltirilayotgan mablag'lar ham aynan taqsimoti xuddi shundaymi? Ya'ni vaqflar tomonidan ajratilayotgan mablag'lar ko'proq qaysi sohaga yo'naltirilyapti? Qaysi sohani qo'llab-quvvatlashga, ta'limgami yo boshqa sohalargami? Şimdi buraya Bu mavzuga Turkiyada faoliyat ko'rsatayotgan vaqf va vaqf xayriya tashkilotlari bilan bog'liq mavzuga kirmasdan oldin moziyga nazar solganimizda, Usmoniylar davrida bir kishi vaqf tashkil qiladi. Qish faslida masjidga borasiz, tahorat olishingiz kerak. U kezlarda hozirgidek jo'mrakdan suv oqish mexanizmi bo'lmagan. Bir qarasangiz yosh bir yigit kelib, qo'lingizga issiq suv qo'yadi. Tahorat olasiz, hayron qolasiz. Birodar, sen kimsan deb so'raysiz. Men qishda masjidda tahorat oladiganlarga issiq
suv tashkillashtirish vaqfida ishlayman deya javob beradi. Yana birovi yoz jaziramasida bir piyola muzday suv uzatib chanqog'ingizni qondirishni taklif qiladi. Minnatdorchilik bildirib kimligini so'raysiz. Yozda issiqda qolgan odamlarga sovuq suv tarqatadigan vaqfdanman deydi. Ya'ni vaqf hayotning har jabhasida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, vaqfni ta'riflaganda, ya'ni vaqf hayotining har jabhasida xizmat qilishni tushuntirish ma'nosida shunday deydilar. Bir yetim bola, yo'qsil, g'arib bola vaqf uyida tug'iladi. Vaqf beshigida katta bo'ladi. Vaqf tomonidan ta'lim, tarbiya oladi. Betob bo'lsa, vaqf tomonidan davolanadi. Vaqf tomonidan unga ish beriladi yoki vaqfda ishlatiladi. Vafot etganida vaqf tobutida vaqf qabristoniga qo'yilib dafn qilinadi. Aytmoqchimanki, vaqflar faqat ta'lim sohasida emas, hayotning har bosqichi, har jabhasida odamlar uchun xizmat qiladi. Turkiyada vaqf turlarining aksari ta'lim yo'nalishida tashkil qilingan. Masalan, ikki xil universitetlar mavjud: davlat va xususiy universitetlar. Turkiyadagi xususiy universitetlarning hammasi vaqflarga tegishli. Kishi o'z-o'zidan shunchaki tijoriy universitet ocha olmaydi. Buning uchun avvalo vaqf tuzishi kerak bo'ladi. Keyin o'sha vaqfning iqtisodiy faoliyati sifatida universitet tashkil qila oladi. Ammo Turkiyadagi ko'p vaqflar asosan ta'lim sohasida ishlaydi. Bu vaqflar talabalarga stipendiya beradi, ehtiyojmand talabalarni o'qitishadi. Shuningdek, bu vaqflar boshlang'ich maktabi, o'rta ta'lim maktabi, litsey maktablari tashkil qila oladi. Shuningdek, Qur'on kurslari, madrasalar ochishadi. Shunisi muhim, ahamiyatliki, ajdodlarimiz vaqf tashkil qilganida o'sha vaqfni keyinchalik ham yurgizadigan, faoliyat ko'rsatish uchun zarur xarajatlarni qoplaydigan, doimiy daromad keltiradigan mulklarni ham vaqf qilganlar. Istanbulda, masalan, Kapali Charshi, Misr Charshisi kabi ko'plab savdo rastalari, do'konlar aslida ajdodlarimiz tashkil qilgan vaqf institutlariga daromad kelib turishi uchun bu vaqfda ishlaydigan xodimlar, dars beradigan ustozlar yoki talabalarning ehtiyojlariga yaraydigan mablag' kelishi maqsadida doimiy daromad manbalari, loyihalarni ham birga vaqf qilganlar. Tarixda Qoratoy degan kishi Saljuqiylar davrida, qarang, bu madaniyat hatto o'sha paytlardanoq keng tarqalishni boshlagan. Xullas, bu kishi katta karvonsaroy qurdirgan va bu karvonsaroyga keladigan musofirlar xoh musulmon, xoh g'ayrimuslim, xoh qul, xoh ozod bo'lsin, bu yerga kelganida kamida 3 kun mehmon qilinishini ta'kidlaydi. Bu musofirlarning taomi, suvi berilishini, otlari parvarish qilinishi, taqa qoqtirilish kerak bo'lsa taqalanishi, musofirlar bemor bo'lsa davolanishi, ular uchun tabib, hakim topish, hatto vafot etsa yo'lovchining qabri va dafn ishlari bilan shug'ullanishi uchun vaqf tashkil qiladi. Uzoq yillardan beri bu vaqfning faoliyati haligacha davom etib kelmoqda. Ya'ni Saljuqli davrida tashkil qilingan vaqf bizning davrimizda ham xizmat qilishda davom etmoqda. Ta'kidlash o'rinliki, bu madaniyat payg'ambar alayhissalom zamonlarida boshlanib, Saljuqiylar davri va undan keyin rivojlanib, bugungi kungacha davom etmoqda. Turkiyada ta'lim yo'nalishidagi vaqflar ko'proq aytganimdek. Masalan, tarixda xizmat ko'rsatgan vaqf turlari haqida ma'lumotlar beradigan bo'lsak, diyonat ishlari bilan shug'ullanadigan vaqflar, sog'liqni saqlash, ta'lim, shuningdek, xayr-saxovat ishlari bilan shug'ullanuvchi vaqflar bo'lgan. Shu bilan birga noodatiy xizmatlar ko'rsatadigan vaqflar ham bo'lgan. Masalan, Usmoniylar davrida yetimlar parvarishi bilan shug'ullangan vaqflar, ustoz muallimlarga mukofotlar, sovg'a salom ulashadigan vaqflar, mahkumlarga, qamoqdagi mahkumlarni o'qitadigan, ularga yordam beradigan, oilasiga xayr-saxovat ko'magi beradigan vaqflar tashkil qilingan. Yangi musulmon bo'lgan kishilarga yordam beradigan vaqflar bo'lgan. Hattoki eng qizig'i, islom dini nihoyatda go'zal din. Musulmonlar madaniyati g'oyatda go'zal madaniyat. Yevropada mushuklarni xaltaga solib, olovga tashlab vaqtichog'lik qilishgan, lekin 12-asrda Usmoniylar davri boshlarida mushuklarni davolaydigan shifoxonalar qurilgan. Ko'cha mushuklarini, ko'cha hayvonlarini muhofaza qiladigan, davolaydigan shifoxonalar ochilgan. Osmanlı'da. Osmanlı döneminde, evet. Onlar
Yevropa bu madaniyatdan mahrum, chunki islom madaniyatidan benasib. Dinimizda yordamlashish tamoyili bo'lgani uchun vaqf madaniyati juda keng tarqalgan. Hatto deyarli har bir hududda vaqflar bo'lgan. Har bir mahallaga qaraydigan alohida vaqflar bo'lgan. Masalan, ehtiyojmand oilaning qizlarini turmushga uzatadigan, ularga sarpo-suruq qilib beradigan vaqflar bo'lgan. Yana bir qiziqarli fakt, devordagi yozuvlarni o'chirish vaqfi xizmat ko'rsatgan. Masalan, ayollar uchun boshpana uylar bo'lgan ekan, qolaversa yo'l xavfsizligini ta'minlash vaqfi, rozi rizolik so'rashga yordamlashadigan vaqflar. Masalan, ba'zi vaqflarda o'zaro dushman bo'lgan xonadonlarni yarashtirish xizmati ham bo'lgan. Xullas kalom, vaqf turlarini sanab sanog'iga yeta olmaymiz. Tang ahvolga tushib qolgan kishilarga yordam berish, inqirozga tushgan savdogarni moddiy ma'naviy qo'llab-quvvatlash vaqflari bo'lgan. Shunday ekan, vaqf nizomini tuzayotganda qanday vaqf tashkil qilmoqchi bo'lganini, jamg'arilgan mablag' vositasida maqsad qilingan xizmatlar berilishi ma'lum qilinadi va shu yo'lda xizmat qilinadi, mablag' sarflanadi. Masalan, kishi ta'lim vaqfi tashkil qiladi. Maqsadi vaqf nizomida faqat ta'lim bilan bog'liq xizmatlar berilishi ko'rsatiladi. Jamg'armasidagi pulni faqat ta'lim, tarbiya ishlari yo'lida sarflay oladi. Boshqa kishi esa vaqf tashkil qiladi. Vaqf ichida ta'lim yo'nalishlariga ham xizmat bor. Xayr va saxovat yordamlari, yetimlarga g'amxo'rlik qilish, din ishlari ham bor. Ta'kidlab o'tganimizdek, muassis nizomda ko'rsatilgan moddalarga ko'ra jamg'armasidagi mablag'ni sarflay oladi. Ayni paytda bizning Azon O'rta Osiyo xalqaro vaqfi Azon vaqfimizni nizomi keng qamrovlidir. Bu nizom asosida universitet ochishi mumkin. Qur'on kurslari tashkillashtirish, yetimlarga boshpana qilib berish, yetim va beva bechoralarga xayr saxovat yordamlar uyushtirishi mumkin. Shifoxona xizmati, sog'liqni saqlash borasida har xil yordam ko'rsatma berish mumkin. Ya'ni jamiyatning yordamga muhtoj, ehtiyojmand bo'lgan har qatlamning har xil ehtiyojiga javob beradigan mohiyatda nizom ishlab chiqilgan. Nihoyatda keng qamrovli katta maqsadlarga xizmat qiladigan vaqf tashkil etilgan. Alloh Mubashshir ustozdan rozi bo'lsin. Allah razı olsun Beşir hocamızdan. Evet. Bugungi kunda shu Turkiyada eng ko'p tarqalgan vaqflar ta'lim sohasidagi vaqflar bo'lganligi sababli va o'zi ta'lim sohasi ko'p muammolarni bartaraf qiladigan, ya'ni ta'limga e'tibor berilsa, boshqa ko'p muammolar ham o'zini yechimini topib ketishini inobatga olgan holda ta'lim sohasidagi vaqflar haqida gaplashsak, davom ettirsak suhbatimizni. Bugungi kunda shu Turkiyadagi ta'lim vaqflarini, vaqf mablag'larini ajratish, ya'ni xayriya qilish, talabalarga yoki bo'lmasa boshqa manfaatdorlarga sarflashni shartlari, qanday usullar bilan o'sha vaqflar faoliyat yuritadi, qo'llab-quvvatlaydi ta'lim sohasini. Stipendiyalar beradimi yoki bepul o'quv kurslari tashkil qilinadimi yoki qandaydir boshqa aksiyalar amalga oshiriladimi? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Aynan ta'lim vaqflari tomonidan amalga oshiriladigan o'sha faoliyatni usullari va shartlari haqida. Şimdi aynen vakfın Vaqfning nizomi, ya'ni asosiy qoidalari bo'lgani kabi stipendiya, burs to'g'risida ham alohida bir nizom bo'ladi. Bu hujjat vaqf ochilayotganda yoki keyinroq vaqf rahbarlari tomonidan tuziladi. Bu nizomda stipendiya berish tartiblari belgilanadi. Masalan, vaqf muassisi ehtiyojmand va o'qishda yaxshi natija ko'rsatayotgan iste'dodli talabalarga stipendiya beraman deydi. Demak, u hujjatda shunday yozilgan bo'lgani uchun ehtiyojmand talabalarga stipendiya beriladi. Ya'ni bu har oy to'lanadigan pul sifatida tushuniladi. Masalan, men Mush shahridanman. Kichik bir shahar, 100 ming aholisi istiqomat qiladi. Istanbulda bizning bir vaqfimiz bor. Ikki xil vaqf bo'ladi. Biri butun Turkiya bo'ylab filiallari bor xalqaro yoki yirik vaqflar. Boshqalari esa faqat o'sha o'z yurtiga oid, o'sha joyga xizmat qiladigan milliy vaqflardir. Masalan, bir odam o'z shahridan chiqqan qo'li uzun odamlar, savdogarlar bilan birga vaqf tuzadi. Aytadiki, men o'z yurtimdagi, qishlog'imdagi, atrofimdagi bolalarni o'qitaman. Bir jamg'armasi tuzishadi. Xuddi shuningdek, masalan, bizning yurtdan 1800 nafar talaba shahardan tashqariga o'qishga chiqqan. Ularga stipendiya beriladi. 4 yil davomida talaba universitetda o'qish muddati davomida stipendiya beriladi. Lekin aytganimdek, agar talaba o'qishni davom ettirayotgan bo'lsa, stipendiyasi ham davom etadi. Masalan, o'qishga bormasa, darslarga beparvorlik qilsa, o'qimasa stipendiyasi to'xtatiladi. 1 yil kursda qolib ketsa, stipendiya bekor qilinadi. Shuning uchun talaba stipendiyasi kesilmasligi
yordam davom etishi uchun ko'proq harakat qiladi. Tirishqoqligi, darslarni yaxshi o'zlashtirib, yaxshi natijalarga erishish talabi qo'yiladi. Ayrim vaqflar esa o'qishda muvaffaqiyatlarga erishish shartini qo'ymaydi. Talaba ehtiyojmand bo'lsa, ehtiyojmand yordam beramiz deydi xolos. Bu butunlay vaqf rahbariyatining nizomi, tamoyillariga bog'liq. Muassis men faqat ehtiyojmand, yordamga muhtoj talabalarga stipendiya beraman deb qaror qilgan bo'lsa, istagancha yordam bera oladi. Xohlasa kiyim olib berishi mumkin, xohlasa o'qish xarajatlarini to'laydi, xohlasa yashash joyidagi, yotoqxonadagi xarajatlarni, yo'l xarajatlarini ham to'lab bera oladi. Ya'ni bu borada hech qanday cheklov yo'q. Vaqf xohlasa jamg'armasini deyarli hammasini shunday narsalarga sarflasa ham hech qanday muammo bo'lmaydi. Nega deganda, vaqfning maqsadi o'zi ijtimoiy yordam va yoshlarning tahsil olishiga ko'maklashish. Aytib o'tganimdek, ayrim vaqflar talabalarga stipendiya berish o'rniga turar joy, yotoqxona tashkil qilgan. Sababi bu yotoqxona, turar joylarda talabalarga faqat moddiy yordam berish, stipendiya bilan taqdirlash bilan kifoyalanmay, ularni ma'naviyatiga ham e'tibor qaratishadi. Chiroyli xulq bilan vatani, millati va xalqiga foydali inson bo'lib yetishishi uchun ma'naviy jihatdan ham e'tibor qaratiladi. ilgilenmek istiyorlar yani. Bizi hozir O'zbekistonda keyingi paytda davlat, nodavlat oliy ta'lim muassasalari juda ham ko'paygan bir paytda yotoqxona muammosi kun tartibida doim. Yotoqxonada o'sha kim oldin kelsa yoki qandaydir tanish bilishi bo'lsa egallab oladi va bu xonadonlarni, ko'p qavatli xonadonlardan ijaraga uy olishni alohida muammolari bor, juda ham qimmat. Mana shu ehtiyojlar fonida hojam aytgan nimani muassasani bizda ham tashkil qilish juda ham katta ahamiyati bor ekan. Birinchidan qarang, yotoqxona muammosi hal bo'ladi. Ikkinchidan, yotoqxonada talabalar hojam aytgan ekan, faqat qonni to'q, usti but bo'lib qolmasdan, ularni ma'naviy tomondan ham o'sha kerakli vatanga, millatga kerakli avlod bo'lib, foydali kadr bo'lib yetishishida bu narsaning xizmatda o'rni katta ekanda. Agar bizni masalan qonunlarimiz imkon beradigan bo'lsa, bu yo'nalish hozir juda ham bo'sh. Chunki mana hozir bu yerdan biz vatanimizdagi imkoniyati yetadigan, o'ziga to'q faoliyati, o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan odamlarga alohida bir murojaat qilmoqchimizki, mana shu yo'nalishdagi xizmatlar ham sizni kutib turibdi. Ya'ni siz bir yotoqxona tashkil qilsangiz, bu yerda o'sha universitetlarda, institutlarda ta'lim olayotgan yoshlarimiz bu yotoqxonada turishsa ham ular boshpana bilan ta'minlangan bo'lishardi, ham ular o'sha bizning qonunlarimiz imkon beradigan doirada ularning ma'naviyati bilan, eng kamida masalan Jamshidga diniy ta'lim bera olmasmiz. Qonun taqiqlagan buni. Lekin yomonlikdan qaytarish mumkin-ku, masalan o'sha yerda talabalar nazorat ostida bo'ladigan bo'lsa, foydasiz, hatto zararli kontentlardan himoya qilinishi mumkin. Zararli odatlardan himoya qilinishi mumkin. Har xil yomon jamiyatdagi yomon munosabatlar, axloqsizliklardan himoya bo'lishi mumkinki, buni o'zi ham katta narsa, katta yordam, to'g'rimi? Mana shu yo'nalishda demak biz ish olib borilsa, shu yo'nalishda faoliyat qilinsa, men nazarimda ham ehtiyoj qoplangan bo'ladi, ham bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Nima deysiz? Albatta bu aynan mana shu shaklda, ya'ni ta'limni qo'llab-quvvatlash maqsadida agar shu ish yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, bu xayriya shaklidami, hozirgi amaldagi qonunchilikdan foydalangan holda talabalarni muammolarini yengillashtiradi, bugungi kunda mavjud bo'lgan muammolarni yengillashtirishga yordam beradi, ta'lim olishini qulaylashtiradi. Umuman o'sha ta'limni rivojlanishiga juda katta foydali, manfaatli ish bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi savolimiz bu ham aynan shu ta'lim bilan bog'liq. Vaqf masalasida bir tomonda vaqf qiluvchi, vaqf tashkiloti, ikkinchi tomonda manfaat oluvchilar bor. Ikkinchi manfaat oluvchilar, ya'ni ta'lim sohasini oladigan bo'lsak, bu talabalar. Deylik, talaba o'sha vaqfdan foydalandi. 4 yilmi, necha yil bo'lsa, o'sha vaqfdan foydalanib, ta'lim oldi, yotoqxonasidan foydalandi, boshqa hamma manfaatlarni oldi. O'zi biron bir mavqega erishgandan keyin ular ham o'sha manfaatdor bo'lgan, endi o'zini ham vaqfga hissa qo'shishga undaydigan qandaydir talablar bormi? Masalan, vaqflarda, ta'lim faoliyati bilan shug'ullanadigan vaqflarda shunday shartlar bormi? Talabalarga, manfaat oluvchilarga qo'yiladigan shartlar, ya'ni
masalan universitetni bitirgandan keyin 2 yil yo 3 yil yo 5 yil davomida o'sha vaqfga masalan ish haqidan mana shuncha miqdorda xayriya ajratib turish sharti yoki bo'lmasam qanchadir muddat aynan biron bir yo'nalishda ishlash haqida shunaqangi shartlar ham qo'yiladimi vaqflar tomonidan? Vakıflar burs Shunchaki pul berish, ust-bosh qilib berish, qornini to'ydirish kifoya qilmaydi. Bu yoshlarning xulqi, fe'l-atvori jamiyatdagi muammolarga befarq bo'lmaslik zarur. Shuning uchun ba'zi vaqflar ham talaba yotoqxonalari qurishadi, ta'lim muassasalari tashkil qilishadi, Qur'on kurslari ochishadi. Toki yoshlar bilan ko'proq birga bo'lib, ular bilan ma'naviy tomondan ham shug'ullanishni xohlashadi. Vaqflar stipendiya to'layotganida ta'lim muddati ichida ma'lum shartlar qo'ya oladi. Vaqf stipendiyasini olgan muddat davomida yuqorida aytganimdek, nafaqa oluvchi talabaga masalan haftada 1 yoki 15 kunda bir vaqfimizning seminari bo'lib o'tadi. Ta'lim dasturlari bo'ladi. Bu tadbirlarda qatnashishingiz kerak, chunki bir paytning o'zida moddiy yordam qilayotgan talabalarning ma'naviyatidan ham xabardor bo'lish uchun. Biroq stipendiya deyotganimiz butunlay evazsiz yordam, ya'ni burs. Barcha vaqflar, jamg'armalar, xayr-saxovat tashkilotlari stipendiya berayotganda shart qo'ymaydi. Pulni olgan talaba o'qishni bitirib, diplomini olib ketadi. Davlatga tegishli vaqflar ham bor. Davlat vaqflari 2 turda bo'ladi: ijtimoiy yordam va kreditli talaba turar joylari. Birinchisi evazsiz yordam beradi, ikkinchisi kredit beradi. O'qishni bitirganidan keyin 2 yil o'tib, davlat bergan kreditni belgilangan vaqt va mablag'da har oy to'lab boradi. Bu ta'lim krediti deyiladi. Vaqf xohlasa, talabaga bu ko'rinishda ham stipendiya berishi mumkin. Bunda vaqf deydiki, men senga o'qish davomida stipendiya beraman. Sen o'qishni tamomlaganingdan keyin bu muddatda mana shuncha summadan to'laysan, lekin bu nafaqa bo'lmaydi endi. Bu kredit bo'ladi. Vaqf burs nafaqasi berganida o'qishni tugatganidan keyin badal to'lashni talab qilmaydi. Lekin yana bir holat bor. Odatda o'ziga tegishli ko'pchilik vaqflarning bitiruvchilari bo'limi bo'ladi. Vaqf tarkibidagi bo'lim. Bu bo'lim o'qishni tugatganlarni borib ko'radi, mehmon bo'ladi. Bu kishiga seni yaxshi niyatli odamlar Alloh roziligi yo'lida o'qitishdi. Endi sen o'qishni tugatding, ishga joylashding, lavoziming, martabang bor. Endi sen ham bu ehtiyojmand talabalarga yordam bera olasanmi deyshadi. Odatda bu taklifni sobiq talabalar rad etmaydi. Masalan, men guvoh bo'lgan bir vaqfda savdogarlar 80 ta talabaga stipendiya berayotgan edi. Hozir esa 1800 talabani o'qityapti. Har yili bitirgan talabalar vaqfga yordam bera boshlagani uchun raqam yildan yilga ortib bormoqda. Bundan tashqari stipendiya olgan talabalar o'qishni bitirganidan keyin vaqfga xizmat qilish bilan ham yordam berishadi. Masalan, kimdir sudya bo'ladi, kimdir prokuror, muhandis, advokat bo'ladi. Har xil sohalar va kasblarda ishlashadi. Birovi zavoddagi rahbar bo'ladi. Bu holatda vaqf deydiki, bizning talabalarimiz bor, oldingizga borishsin, amaliyot o'tasin va ish tajriba orttirsinlar. O'qishni tugatganidan keyin hayotda o'z o'rnini topishda qiynalmasin. Keyin bu yangi bitiruvchi, ilgari o'qigan va hozir o'zi ishga ega kasbkorli kishining oldiga yuboriladi. Mana bu bizning yangi talaba. Sen ham ilgari stipendiya olganding. Hozir ishing, kasbing bor. Bu talabaga ham ish ber degan mazmunda takliflar beriladi. Shu yo'l bilan vaqf sobiq bitiruvchilardan 2 jihatdan moddiy va yangi talabalarni ishga joylashish borasida yordam oladi. Ya'ni vaqf shu zaylda kengayib boradi. Bularning bari vaqf rahbarining sa'y-harakatiga bog'liq. Vaqf o'zi o'qitgan talaba bilan keyinchalik ham aloqada bo'lib, uni yo'qlab turadi, holidan xabar oladi, xayrli ishlarga taklif qiladi. Agar bu aloqa yaxshi davom etsa, vaqfdan yordam olgan talaba bir necha yildan keyin o'z ixtiyori bilan o'sha vaqfga yordam bera boshlaydi. Aslida Turkiyadagi ko'plab vaqflar shu tariqa kengayib boradi. Ba'zi vaqflarning Turkiyaning deyarli barcha viloyatlarida, hatto tumanlarida ham shahobchalari bor. Tahsilni bitirgan talabalar, masalan, janubiy sharqiy viloyatlarning birida ish boshlaydi. O'sha yerda vaqfning yangi shahobchasini ochadi. Bu ishlarni hammasi ko'ngilli ravishda qilinadi. Hech kim majburan emas, ijtimoiy mas'uliyat deymiz. Xolis Alloh roziligi uchun bu kishilar xayrli ishlarga bosh qo'shadi. Chunki 4 yil davomida qiyinchilikda o'qigan, o'qishiga vaqf yordam bergan. Qarang, mana shu bilan davom etar ekanda, xuddi estafeta tayoqchasiga o'xshab, kerak paytda o'zi o'sha muhtoj paytida o'sha vaqfdan yordam olgani uchun buni unutmaydi. Vijdon amri o'laroq o'zi ham o'sha ish boshlab birovga yordam beradigan bir saviyaga kelgandan keyin u ham xuddi shu vaqfga o'zini ataganini berib, ya'ni navbatdagi o'sha muhtoj qatlamni ehtiyojini qoplanishi va ta'lim muammosiz
ta'lim olishida u ham ko'makchi bo'lar ekanda. yaxshilik zanjirini Ha, ulanib ketishini shunday. ta'minlaydi shu yo'l bilan. Shunday. Endi har bitta amalga oshirilgan ishni endi bahosi, qiymati bo'ladi-da. Samaradorligi, biron bir qilinayotgan har qanday loyihani qanaqa shu jamiyatga samara beryapti, foyda beryapti degan savol tug'iladi. Turkiyada aynan mana shu vaqflarni faoliyatini, ta'lim yo'nalishidagi vaqflarni faoliyatini samaradorligini baholaydigan qanaqadir mezonlar belgilanganmi? Qanday aniqlanadi? Deylik, shuncha vaqf bor ta'lim yo'nalishida. Mana shu vaqflar tomonidan ma'lum bir miqdordagi mablag' ajratilyapti va natijada mana bunday jamiyat foyda ko'ryapti. Jamiyatga mana shu vaqflar orqali shunaqangi manfaat kelyapti degan bir shuni baholaydigan uslublar, usullar bormi? Qanaqa aniqlanadi shu narsa? Burada esas olan kamil. Asosiy maqsad komil, vatanga, millatga foydali inson tarbiyalab kamolga yetkazish. Masalan, men yuqorida ta'kidlab o'tgan bitiruvchilar komissiyasi bor. Ular statistikani kuzatib borishadi. Mana buncha shifokorimiz bor, buncha muhandis, politsiya xodimi, sudya, prokuror, davlat xizmatchilari bor deb ro'yxat tuzishadi. Bu ko'rsatkichlar vaqf muassasasi uchun faxrli natijalar bo'ladi. Ishlarni sarhisob qilganida alhamdulillah shuncha shifokor, advokat, prokurorimiz bor deyishadi. Vaqflar vaqti bilan o'qitgan talabalari uchun maxsus dasturlar ham uyushtirishadi. Lagerlar tashkil qilinadi. Masalan, katta mehmonxonani ijaraga olib, u yerda bitiruvchilarni yig'ishadi. U yerda fikr almashishadi. Vaqfni qanday rivojlantiramiz, vatanga yana qanday xizmat qilamiz degan savollar atrofida bahslashishadilar. Yuqorida aytganimizdek, vaqf rahbariyati eski talabalar bilan aloqa saqlab, bu natijalarni yaxshi tarzda kuzatib boradi. Bularning hammasi doimiy aloqalarni mustahkamlash va yaxshilashga bog'liq. Bitiruvchilari ko'pchilikni tashkil qiladigan yirik vaqflar, masalan, minglab talabalarni o'qitgan bo'lsa, ularni kasblariga, guruhlarga ajratadi. Shifokorlarni alohida, muhandislarni alohida, yuristlarni alohida yig'adi. Shu tariqa ayni soha mutaxassislari bir-biri bilan tanishib, ko'proq yaqinlashadi, birgalikda mablag' yig'ib, yana vaqfga yordam qilishadi. Vaqflar o'z ishini, samarasini shu tariqa kuzatib boradi. Değerlendiriyorlar. Meseleyi sonucu bu şekilde takip ediyorlar vakıflar. Vakıflar boş boşqarmasi vakıflarning bu moddiy sarf xarajatlarini qay darajada demak jamiyatga ta'siri bo'lganini tekshirmaydimi? Umuman vakıflar bosh boshqarmasining bu tekshiruvi yoki auditi qay darajada bo'ladi va nimalarni o'z ichiga oladi? Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün en çok Vaqflar bosh boshqarmasi ham shu masalalarga diqqat qaratadi, ya'ni moddiy, moliyaviy muassasalarga qat'iy e'tibor beradi. Vaqf nizomida ba'zi vaqflar daromadining 60%ni tashkil qilinish maqsadi yo'lida ishlatadi. 40%ni esa boshqaruv xarajatlariga sarflaydi, ya'ni ijara haqqi, muassasa xarajatlari, ishchilarning oylik maoshi va hokazolar. Ba'zi vaqflar esa soliqlardan ozod qilingan, ya'ni majlis qaroriga ko'ra ba'zi vaqflar soliq borasida imtiyozga ega. Deylik, xorijdan avtomobil olib keladi, uning bojini to'lamaydi. Shu tariqa soliqdan ozod qilinadigan vaqf bo'lish uchun jamg'arma daromadining 50% dan ortig'ini maqsad yo'lida ishlatishi kerak. Vaqf jamg'armasini qancha ko'pini maqsad sari ishlatsa, davlat nazarida shunchalik e'tiborga sazovor vaqf bo'ladi. Vaqfning 1 million daromadi bo'lsa, bu daromadning qanchasini yo'qsil, ehtiyojmandlarga bergan, qanchasini talabalarga bergan, ya'ni tashkil qilinish g'oyasi yo'lida qanchasini ishlatgan. Davlat shunga qaraydi. Mablag'dan oqilona ravishda, xayr-saxovat yo'lida foydalanganiga e'tibor qaratiladi. Masalan, vaqfning 1 million dollar puli bor deylik. Bu mablag' jamg'arma hisobida 1 yil kutsa, vaqflar bosh boshqarmasi hisob so'raydi. Vaqf mablag'ini nega hisobda saqlab turganini, nega mablag'dan maqsad yo'nalishida foydalanmaganini so'raydi. Chunki inflyatsiya bo'ladi, pul qadrsizlanadi. Vaqflar bosh boshqarmasi vaqf mablag'idan oqilona foydalanganmi, yo'qmi? Bu jihatlarni taftish qiladi. Davlat vaqf pulini bekorga yotishiga yo'l qo'ymaydi. Agar vaqf mablag'ini o'z g'oyasi yo'lida emas, bemaqsad ishlatsa yoki maqsadga zid holatlar bo'lsa, darhol surishtiruv boshlanadi. Sud da'vosi qo'zg'aladi. Vaqf boshqaruvi surishtiruvda tergov beradi. Dalil bilan aybi isbotlansa, davlat
davlat bu vaqfga maxsus ishonchli vakil qayyum tayinlanadi. Bu holda avvalgi rahbarlar ishdan olinadi va davlat ishonchli vakilni rahbar etib tayinlaydi. Avvalgi boshqaruvchilarga jinoiy ish ochilishi mumkin. Agar vaqf mablag'i suiiste'mol qilingan bo'lsa, sudda vaqf boshqaruvchilari tegishli jazoga tortilishi ham mumkin. Bu masalalarda qonunlar Turkiyada qat'iy. Bu konuda çok acımasız. Mesela endi o'sha 60%dan ko'prog'ini vaqf maqsadlarga sarflab yuborilsa-chi, bunda nima bo'ladi? Bunda bir sıkıntı yok. Bu borada Turkiyada muammo yo'q, chunki mablag' vaqf maqsadi yo'lida sarflangan, lekin belgilangan miqdordan ortig'ini, ya'ni 30-40% ajratib, undan ortig'ini boshqaruv faoliyati uchun sarflay olmaydi. Belgilangan miqdordan ortig'ini vaqf maqsadi yo'lida foydalanish mumkin. Har qanday vaqflarga o'zi qonunda belgilab qo'yilgan imtiyoz bormi yoki o'sha faoliyatdan kelib chiqib, o'sha imtiyoz olishga imkoniyati yetgan paytda murojaat qilib alohida imtiyoz taqdim qilinadimi vaqflarga o'zi? İşte onu vergi Imtiyozga ega bo'lish holati Turkiya Buyuk Millat Majlisida qabul qilingan qaror. Buning uchun rasmiy ravishda vaqf belgilangan standartda stipendiya, burs berish kerak. Bu stipendiya bo'lish uchun ijtimoiy yordam yoxud xalq va yurt uchun manfaatli ishlarni amalga oshirgan bo'lishi mumkin. Qur'on kursi ochgan, masjid, ko'prik, maktab qurdirgan bo'lishi mumkin. Belgilangan standartlarda bo'lgan va bunday imtiyozga ega bo'lgan vaqflar ko'p emas, lekin ularning katta afzalliklari bor. Masalan, siz tadbirkor sifatida bunday vaqfga yordam bersangiz, uni shirkatingizda xarajat sifatida ko'rsatishingiz mumkin. Ya'ni bu shirkat to'laydigan soliqdan vaqfga o'tkazilgan pul miqdori chegariladi. Soliq to'lamaslik imtiyoziga ega bo'lgan vaqflarga pul bergan tadbirkor davlatga emas, vaqfga pul bergan bo'ladi. Davlat bu vaqfga o'zining jamoat tashkiloti sifatida qaraydi. kurumu olarak görüyor yani. Demek o'sha soliqdan imtiyoz berilgan, soliq to'lashdan ozod qilingan vaqflarga qilingan xayriyalar, ma'lum bir shirkatlarning xayriyalari o'sha shirkatlarni ham soliqdan ozod qilishiga sabab bo'lar ekan. Bu juda ham yaxshi odat ekan. O zaman hocam belli bir vergiden muaf vakıflara bağışta bulunan şirketler için bu yaptıkları bağış vergi niteliğinde geçiyor devlet nezdinde, o vergi yerinde olduğu için muaf oluyorlar vergiden. Doğru mu anladım? Gösteriyor, evet. O'zbekistonlik yoki boshqa bir chet ellik boshqa davlat fuqarosi bo'lgan shaxslarning Turkiyada vaqf qurishlari uchun, vaqf ochishlari uchun qanaqa shartlar kerak bo'ladi? Şimdi onda bir Bu borada muammo yo'q. Biz chet ellik birodarlarimizni muhojir, musofir, mehmon deymiz. Qonunda ular yabanchi, xorijlik deb ataladi. Xorijliklar ham Turkiyada bemalol vaqf tashkil qilishi mumkin. Faqatgina bitta shart bor. Vaqf boshqaruvidagi shaxslar Turkiyada yashash ruxsati, iqomat izniga ega bo'lishi kerak. Boshqa tarafdan hech qanday to'siq yo'q. Turkiyada har qanday millatdan bo'lgan kishilar vaqf ochishi mumkin. Demek ki agar vaqf ochish shartlari Turkiya fuqarolar bilan teng bo'ladigan bo'lsa, hech qanday farq bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha turk fuqarolariga ko'zda tutilgan imtiyozlar boshqa davlat fuqarolarini ham bu yerda vaqf ochsa, xuddi shunday imtiyozlarga ega bo'lishadi. Vaqf mavzuati Vaqf mavzusi mahalliy va xorijiy fuqarolar uchun bir xil, farq qilmaydi. Qonun oldida hamma teng. Hatto bu vaqf madaniyatida foydalangan islom dunyosidan bo'lgan kishilar ochgan vaqflar bor. Turkiyada vaqf tashkil qilganlar juda ko'p. Hatto xorijlik fuqarolarga tegishli vaqflar ham anchagina. Haqiqatan xorijiy fuqarolar ham kelib Turkiyada vaqf tashkil qilishi mumkin degan javobni berdilar. Endi Turkiyada tashkil qilingan vaqflar xorijda faoliyat yuritishi mumkinmi? Ya'ni boshqa davlatlarga xayriya ishlarini amalga oshirishi yo u yoqda bir tijoriy faoliyatni amalga oshirishi, korxona tashkil qilib, masalan, u korxonadan olinadigan daromadlarni xayriyaga yo'naltirilishi yoki o'sha xorijiy davlatlarda ta'lim muassasalarini, universitet, litsey, maktablarni ochishi mumkinmi? Turkiyada tashkil qilingan vaqflar. Turkiyaning qonunchiligi bo'yicha, amaldagi qonunchiligi bo'yicha. Şimdi Türkiye'de kurulan bir Turkiya qonunchiligi bunga ruxsat beradi. Turkiyada tashkil qilingan vaqf xorijda faoliyat yurita oladi. Faqat vaqf nizomida bu yozilgan bo'lishi shart. Agar vaqf o'z nizomida xorijda ham faoliyat yuritaman deb yozgan bo'lsa, bu ishni qilishi mumkin, ammo buni amalga oshirish uchun ikki shart bor. Davlatdan ruxsat olinishi shart. Masalan, Turkiyada tashkil etilgan bir vaqf Afrikada yetimlar uyi ochmoqchi bo'lsa, albatta
vaqflar bosh boshqarmasi va vazirlikdan, masalan, tashqi ishlar vazirligidan ruxsat olishi kerak. Har bir tashqi faoliyat oldindan bildirilib, tartib asosida bajarilishi shart. Masalan, men o'zim insoniy yardım vakfi bilan birga yetimlarga g'amxo'rlik uchun Pokistonga borganman. Pokistonda 12 ta yetimxona va maktablarimiz bor. Bu 12 ta yetimxona va maktabning butun moliyaviy ishlari va ta'lim xizmatlarini ayni paytda Turkiya moliyalashtiradi. Shuningdek, Turkiyadagi ayrim vaqflarning Afrikaning ko'p joylarida bunday ta'lim maskanlari yoki Qur'on kurslari, madrasalari va xayriya muassasalari mavjud. Shuningdek, Turkiyada tashkil qilingan vaqf ma'lum doirada O'zbekistonda ham O'rta Osiyo davlatlarining barchasida o'z faoliyatlarini yuritishi mumkin. Bunga huquqiy ravishda hech qanday monelik yo'q. Lekin ikkinchi masala, o'sha davlat bu ishga ruxsat berishi kerak. Masalan, Turkiyadan ruxsat olindi. O'zbekiston bu masalada nima deydi? Buni ham bilish kerak. Ikki tomonlama o'zaro hamkorlik qonunlari bor. Davlatlar orasidagi kelishuvlar asosida ish yuritiladi. Agar ikki davlat o'rtasida shunaqa kelishuv bo'lsa va bu kelishuv doirasida hech qanday muammo bo'lmasa, u holda bemalol o'sha mamlakatda faoliyat yuritish mumkin. Bu borada huquqiy cheklov yo'q. Xizmat qilmoqchi bo'lgan davlat bunga ruxsat bersa, hech qanday muammosiz u yerda faoliyat ko'rsata oladi. Xohlagan turda xizmat faoliyati berishi mumkin. Vaqf maqsadiga ko'ra bu davlatda ta'lim muassasalari ochish mumkin. Ehtiyojmand va yetimlarga moddiy ko'mak tashkillashtirish mumkin. Organizasyonları yapabilirsiniz. Ta'lim sohasidagi bugungi kunda shu Turkiyadagi eng yirik vaqflar haqida bir ma'lumot bera olasizmi? Bir 2-3 ta ular umumiy faoliyati, masalan, deylik, nechta talabaga stipendiya beradi, ajratadi, qancha talabani o'qitadi, qanaqa ta'lim muassasalari bor vaqflarni, shu eng kattalari haqida. Turkiyada davlat tashkil qilgan vaqflar bor. Bu jamg'armalarga oddiy xalq ham bemalol yordam bera oladi. Fuqarolar yordam beradi. Ijtimoiy yordam vaqflari bor. Turkiyadagi barcha shaharlar, tumanlarda bu vaqflarning sho'balari bor. Arnavutkoyda ham bor bunday vaqflar. Davlat vaqflari keng qamrovli jamg'armalar hisoblanadi. Saxovatpesha kishilar bu vaqflarga xayr ehson qilishlari mumkin. Ta'lim sohasida vaqflar bosh boshqarmasi o'zining katta hissasini qo'shgan. Bu borada tahsinga sazovor xizmatlari bor. Minglarcha talabaga stipendiya beradi. Vaqflarning o'ziga tegishli ko'chmas mulklari, savdo va xizmat ko'rsatish muassasalari, ijaraga bergan binolari mavjud. Vatandoshlarimizning xayr ehsonlari bilan talabalarga stipendiya beriladi. Davlat nazoratidagi vaqflardan tashqari davlatga tegishli vaqflar ham bor. Bulardan Turkiyadagi eng katta vaqf Turk ta'lim vaqfi. Ko'plab talabalarga stipendiya beradi, lekin xususiy vaqf faqat stipendiya beradi. Masalan, Ilim yayma vaqfi, Suffah vaqfi, Ansor vaqfi kabi vaqf jamg'armalari bor. Bu vaqflar ham talabaga stipendiya beradi, ham talabani turar joy bilan ta'minlaydi. Shuningdek, Turkiyada islomiy jamoatlar bor. Jamoatlarning ko'plab vaqflari mavjud. Misol uchun, bir jamoatning Turkiyada 300 ga yaqin vaqfi bor. Har bir shaharda alohida nom bilan bir vaqf tashkil qiladi. Xorijda ham, yurtimizda ham vaqflar faoliyat ko'rsatadi. Odatda Ilim yayma, Ansor, Suffah kabi vaqflarning yotoqxonalari ham bor. Ayrimlarining 300, ayrimlarining 400 yotoqxonasi bor. Har bir yotoqxona 300-400 talaba sig'dira oladi. 50 nafardan 300 nafargacha talabalarni turar joy bilan ta'minlaydigan yotoqxonalar bor. Aytganimdek, bu yotoqxonalarda talabalar universitetda o'qish bilan birga go'zal xulq egasi bo'lish uchun ham muhofaza qilinadi. Jamoat bilan birga 5 mahal namoz o'qishadi. Milliy, ma'naviy, axloqiy qadriyatlarni vaqf yotoqxonalarida o'zlashtirishadilar. Öğrenmiş oluyorlar yani. Vaqf qonunchiligi bilan bog'liq bo'lgan savol. Bugungi kunda Turkiyani vaqf qonunchiligi bor. Bilamiz, vaqflar qonuni degan qonuni bor. Turkiya demokratik davlat, qonunlari ham o'sha demokratik qonunlar. Vaqf, aynan vaqf qonunchiligi, vaqf islom dinidan kelib chiqqan, ya'ni shariatdan kelib chiqqan tizim, institut. Bugungi kundagi amaldagi qonunni talablari va shartlari o'sha shariatda nazarda tutilgan vaqf bilan aynimi, bir xilmi? Bir-biriga muvofiq keladimi? Bir-biriga ziddiyatlari yo'qmi? Şimdi Türkiye'de tashkil qilingan vaqflarning vaqf tashkil qilishdan maqsadi, yo'nalishi nizomiga bog'liq. Bu nizomini shariat asoslariga ko'ra tuzsa, unga hech kim aralasha olmaydi. Masalan, aytadiki, men
zakot yig'aman, zakot jamg'armasi tashkil qilaman, jamg'arilgan zakotni ehtiyojmand kishilarning qo'liga beraman. Bu holatda davlat mutlaqo aralashmaydi, ya'ni ayni paytda islomiy hassosiyatda vaqf tashkil qilib, shu yo'nalishda xizmat qilayotganlarga davlat hech qanday cheklov qo'ygani yo'q. Turkiya Jumhuriyati dunyoviy davlat, demokratik tizimda ishlaydi. Biroq islom tushunchasi bilan yo'lga chiqib vaqf tashkil qilganlarning xizmatlariga hech qanday monelik qilmaydi. Nega deganda vaqf nizomini davlat tasdiqlaydi. Nizomni asosiy tamoyilini muassis tuzadi. Muassis nizomda vaqf maqsadlarini qo'yadi. Masalan, biz azon vaqfi tashkil qilayotganimizda, azon vaqfining maqsadi azon ma'nosi haqqa da'vat, Allohning yakka yagonaligini e'lon, musulmonlarning birdamlik va hamjihatligini ta'minlash deb ko'rsatganmiz. Maqsadimizni g'oyat ochiq-oydin ta'kidlaganmiz. Davlatning tegishli tashkilotlari maqsadimizni tasdiqlagan. Qo'limizda hujjat bor. Maqsadimiz doirasida xizmat qila olamiz, lekin vaqf o'z maqsadidan chetga chiqqanida davlat aralashadi. Turkiyadagi islomiy tashkilotlar, jamoatlarining hammasining o'ziga tegishli vaqflari bor. Kamida bittadan vaqflari faoliyat ko'rsatadi. O'zini vaqf tashkiloti bilan namoyon qiladi. Nega deganda mulk Allohniki, moliki mulk. Yurtdosh, mo'min mening biroz molim bor, mulkim bor. Men buni vaqf qilaman. Bu molim Allohniki. Bu molim xalqqa xizmat qilsin deydi. Vaqf shunchaki ehson emas, balki tashkilot tarzida, huquqiy asosda tartibli va hisob-kitobli tarzda ishlaydi. Vaqf bo'lmasa, odamlar ehson qilgan pullarini kim, qanday nazorat qiladi? Qayerga sarflanayotgani qanday bilinadi? Shunday ekan, vaqf xayrli ishlarni tizimli ravishda adolat bilan olib borish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Bu tizim bilan xayr ehsonlar oqilona muhofaza qilinib, to'g'ri maqsad yo'lida sarf qilinadi. Vaqf rahbarlari bu mol-mulkni egasi emas, ular faqat kuzatuvchi, boshqaruvchi, ya'ni muvaqqat qo'riqchi hisoblanadi. Vaqfiya mablag' mulk esa Allohniki. Davlat esa ularni nazorat qiladi. Xayrli ishlar o'z maromida ishlashiga zamin yaratadi. Masalan, kimdir bir bino beradi. Men bu binoni Alloh yo'liga bag'ishlayman deydi. Bu bino hujjatini kimning nomiga rasmiylashtiriladi? To'g'ri va odil yo'l vaqf nomiga rasmiylashtirish. Shunda bu bino vaqf orqali xalqqa xizmat qiladi. Hazrati Umar roziyallohu anhu vaqfiya qilayotganida: "Ey Rasululloh, men mana bu xurmozorlarimni Alloh yo'liga bag'ishlayman. Lekin bu mening vorislarimga o'tmaydi, sotilmaydi, faqat ummatga xizmat qiladi" deganlar. Vaqf tushunchasi Hazrati Umar davrlaridan beri bugungacha davom etib kelmoqda. Molini vaqf qilayotgan kishi: "Men bu mulkning egaligidan voz kechdim, Alloh yo'liga bag'ishladim" deydi. Vaqf ham bu mulkdan shu yo'lda foydalanadi. Ve vakıf da bunu o maksatta kullanmış oluyor yani. Rahmat. Mana qariyb bir soatdan beri davom etayotgan suhbatimizda o'ylaymanki, vaqf tushunchasi, uning qanday faoliyat olib borishi, Turkiyadagi vaqflar tarixi haqida birmuncha ma'lumotga ega bo'ldik. Inshaalloh bundan keyingi suhbatlarimizda bu mavzular davom etadi va mana shu suhbatning ostidagi izohlaringizda tushunmagan savollaringizni bersangiz, keyin ko'rsatuvlarimizda inshaalloh bu haqda javoblar berib borishga harakat qilamiz. Hurmatli mehmonlarimizdan tashriflari uchun va mavzu doirasida qimmatli ma'lumotlar bilan bizni bahramand qilganlari uchun kattadan katta minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.